Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizani Mayviza korxonamiz, Baxtiyorjon, biz haqimizda fikrlaringiz bir ikki og'iz bo'ladigan bo'lsa, xalqqa. Xo'p. Men 2024-yili shu Mayviza firmasiga Telegram kanallaridan xabar topib, kelib murojaat qildim Baxtiyorjonga. Kasbim oshpazlik. Shu oshpazlik vakansiyasi bo'yicha hujjatlarni topshirdim. Bolgariya davlatiga 3 oylik shartnoma bilan to'lovlarni to'ladim avvalgi. 1,5 oyda uzoq 2 oyga qolmasdan menga vizalarim chiqdi. Avval hamma hujjatlarimni jo'natishdi u tomondan, menga приглашение keldi. Oradan 10 kun o'tdi, elchixonaga kirdim. 2 haftada telefonimga SMS keldi. Borib vizamni oldim. 1 haftaga qolmay biletimni olib berishdi. Men Bolgariyaga uchib ketdim. Endi uchib ketishimga vaqti birinchi Turkiya davlatiga yetib bordim. Istanbulda meni bularning bitta firmasida ishlovchi hamkasb ularni kutib oldi. Aeroportdan kutib olib, meni Bolgariya davlatini jo'nab ketuvchi avtobusiga olib borib, yo'lchilarimni, biletlarimni olib berib, avtobusga chiqarib o'tkazib qo'ydi. Bolgariya chegarasini kesib o'tdim. Solnichniy Bereg degan kurortli shaharga bordim. Avtobusdan tushishimga yana bitta ularning представители kutib oldi. Xo'jayev Ulug'bekmisiz? Ha, Xo'jayev Ulug'bekman. Men sizni kutyapman deb olib bordi, gostinitsa bilan joyladi, dam oldim, ertalab turdim, ish joyimga borib, ish beruvchi bilan tanishtirdi. Ish beruvchi bilan shartnoma tuzdik, 8 soatlik shartnoma. Men asosan kasbim mangalshik, oshpaz bo'lganim uchun men go'sht mahsulotlaridan ishladim. Ish vaqtim 8 soat bo'ldi. Yakshanba kuni bir kun dam olish kuni выходной. Qolgan kunlarini 8 soatdan 3 oy ishlab shartnomani tugatib keldim. Bular firma orqali menga hamma yo'lchilarimni to'lagan to'lovimni ichida olib berishdi. Hech qanday qiyinchiliklarsiz men ishlab maqsadimga erishib keldim. Xo'p, Ulug'bek aka, proses davomida qandaydir sizga qiyinchiliklar bo'ldimi? Yo'q, qiyinchilik bo'lmadi. Kutish proseslari yoki bir do'g'ridan ko'rsatilgan ortiqcha Yo'q. xarajatlar yoki mehnatlar yoki oylikdan ushlanib qolish holatlari hech qanaqa holat kuzatilgani yo'q. Siz bu korxonadan, bizning xodimlarimizdan, Baxtiyorjonlardan, hammamizdan ijobiy fikrdasiz deb o'ylaymiz. Chunki endi bizda birinchi marta biz siz bilan ishlamayapmiz. Siz bilan ikki marta ishladik va siz orqali yana kelgan boshqa bir mijozlarimiz ham bor. Ular haqida nima fikrlaringiz bor? Fikrlarim, men bu firma bilan 3 marta ishladim. Hozir gapim chala qoldi. Bolgariya davlatida har 25-oylikda 25-kuni menga oylik beradi. O'zini pulida berdi, lekin men uni borib karta orqali O'zbekistonga jo'natdim, qiynalmadim. Plus har oyda bir marta kelib konsulstvodan ikkita представитель qizlar keladi, rus tilida so'rashadi. Sen 8 soat ishlayapsanmi? Ha. Sen bemalol bo'lyapsanmi? Ha, yo'q. Bemalol bo'lsang senga e'tibor beryaptimi ish beruvchi? E'tibor beryapti. Seni xafa qilmayaptimi? Yo'q. Qonga och qolmayaptimi? Yotag'ing hamma yo'q, komfortmi, yaxshimi, pokizami? Pastellaringni har 15 kunda bir haftada yuvishga beryapsan, bez atkaz yuvib toza qilib berishyaptimi? Hammasi shu firmaning hurmatidan qilib berilyapti. Endi ikkinchi marta men Olmaota shahriga borib, restoranda katta 5 yulduzli gostinitsani restoranida ishladim. 3 oy Ishlab kelgansiz. Ishlab keldim. Bitta xuddi shunaqa joy bilan ta'minlashdi. Olmaota aeroportida kutib olishdi, ish beruvchiga olib borib to'para qildi, u bilan shartnoma tuzdim. Oyligimiz zo'r qilib berdi. Bu ham bizning firma orqali. Firma orqali, albatta. 3 oy 25-yilning yozida ishlab keldim. 1 oy, 1,5 oy uyda faoliyatda damimni oldim. Yana o'zim ishlagim keldi, bularga murojaat qildim. Bular aytdi, Bishkek shahrida dedi, osh markazida povur kerak. Men bordim, Bishkekda 3-davlat. Ha, Qirg'izistonda. 3-davlatga borib, men u yerda shashlik bilan osh qilib berdim. Ular ham xuddi shunaqa yotoq bilan ta'minladi, oyligimni vaqtida berdi, yo'lchilarim shu to'lovim ichida borib keldim. Hamma yo'q shartnoma bo'yicha ko'rsatilib o'tildi. Endi bunga bitta sabab hamki, misol uchun men hozir o'zim povur bo'lganim uchun meni qo'limdan ish keladi. Bu yerga murojaat qilgan deylik klientlar desa, mijozlarimiz ham o'zi ham deylik topshirayotgan vakansiyasi bo'yicha sal-pal bo'lsa ham qo'lidan kelishsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni kasb mutaxassisi bo'lsa ham qiynalmaydi demoqchi. Endi 100% hech mahal bo'lmaydi. Deylik avtobus voditeli shopirlik bo'lsa-ku boshqa narsa u. Mana biz oshpazlik yo boshqa bir sartaroshlik shunga o'xshagan kasblarda o'zi bilganisa yaxshi bo'ladi, qiynalmaydi. Chunki u yerda men ham ko'rdim-da, ko'p hamyurtlarimiz kelib murojaat qilishdi. Men shuna ish bilan kelgan edim, aka, qayerdansiz? Farg'onadanman. Aka,
Uch oyga o'lcharamga pul berib turing, ketib oling. Boshqa firmalardan ko'p kelganlari allanib qolganlarni ham ko'rdim. Bu gapni gapirishimdan maqsad, xullas bu firma bilan 3-marta ishladim. Shaxsan o'zingiz Menga bular hech kim emas, men Telegram orqali tanishganman, lekin 3 marta borib men kam bo'lmadim. Bu mening shaxsiy fikrim. Tushunarli fikrlar uchun rahmat. Ulug'bek aka, hozir mendagi bor informatsiyalarga qaraganda, siz orqali ya'ni boshqa yana o'rtoqlaringiz, tanishlaringiz, qarindosh urug'lar bor, hattoki o'zini o'g'lingiz ham bizning firma orqali hozir shartnoma imzolab, deyarli oxirgi bosqichlarga keldi. Vizalar hozir o'g'lim Moskvada mana kelyapti. Shunaqa holatda. Bu haqida qanday fikrlaringiz bor? Endi bu haqida men ishlab kelganimdan keyin tanish-bilishlar bo'ladi, ko'cha-ko'yda yurasiz, gaplashasiz. Biz ham qayerga murojaat qilsak kerak deyapti. Shu yerda to'g'rilaganman. Nechta 4 ta 5 ta odam shartnomani tuzib Bolgariya davlatiga ketganlar ham bo'ldi. Slovakiyaga ketganlar ham bo'ldi. Endi shu men orqali hujjatlarni topshirib, lekin vizasi chiqquncha 3 oymi, 2,5 oymi, 4 oymi, endi bu yog'i bu davlat ishi. Elchixona bilan bog'liq bo'lgani uchun jinday mijozlar ham sabr qilsa yaxshi bo'ladi. Shunaqalar ham bo'ldiki, tanishlar sabr qilmaganlarni ham ko'rdim, to'g'risini aytishim kerak. Lekin ishonchli bo'lgani uchun shartnomani tuzib, ularga hujjatlar topshirib, jinday sabr qilib o'zini ishi bilan band o'tirsa, bir kun kelib Xudo xolasa uzoq tinmagan holatda bular ham vizalarini chiqarib berib, jo'natish qo'llaridan kelar ekan. Ishonchli firma ekan. Men ishongan tomonimki, bular O'zbekiston elchixonasi bilan ishlashadi. Shu tomoniga odam savdosi yo'q bo'lmasa, aldov yo'llab bularda men ko'rmadim, shubham ham yo'q, Xudo xolasa. Shu kungacha. Ulug'bek aka, fikrlar uchun kattakon rahmat. Sizga kelgusida yana ishlaringizni omad tilab qolamiz. Bizning xizmatimizdan foydalanasiz. Shaxsan o'zingiz foydalanyapsiz mana. Tanish-bilishlar, qarindosh urug'larga biz tavsiya qilamiz. Albatta. Qilasiz degan umiddaman. Mana o'g'lim hozir Moskvada. O'zining ishi yaxshi, lekin 19 yoshga to'lgani uchun hali yosh. Bu aka pasportlari. 19 yoshga to'lgani uchun yana hozir Bolgariyadagi mana kelayotgan aprel oyidan oktyabr oyigacha sezonniy, mavsumiy ish bo'lgani uchun katta dengiz bo'yidagi restoranda ofitsiantlikka o'g'limga hujjatlar topshirdik. Xudo xohlasa 15-martlarda yana vizalari chiqsa, inshaalloh o'g'limni ham jo'natish niyatimiz bor. Ulug'bek aka, yana bir narsa haqida so'ramoqchi edim. Ya'ni oylik daromadlar qanday bo'ldi? Qanaqa tartibda bo'ldi? Oylik daromadlarim, men endi oshpaz bo'lganim uchun yakshanba выходной 6 kunlik ish grafigim. Oyda bir marta oylik oldim. 1300-1400 dollardan oylik oldim. Qo'lingizga tekkani bo'ldi. Qo'limga tekkani bo'ldi. Sof tekkani bo'ldi. Sof tekkani. O'zimga olgan pulim shu. Zo'r. Sizga yotoq joy qilib berdi, oziq-ovqat qilib berdi, boshqa hamma shart-sharoitlaringizni qilib berdi. Yo'l kiralarim shu yo'l kiralaringizgacha qilib berishdi. Shu to'lagan firmaga to'lagan pulim ichidan yo'l kiralarim bordi, keldi, kutib olishlar hammasi ichida. Siz shunda Bolgariyaga borib, oyda 1300-1400 dollar atrofida sof o'zingizning qo'lingizga tekkan daromadda ishladingiz. Ishladim. Bu sizni qoniqtirdi. Qoniqtirdi. Sharoitlar ham qoniqtirdi. Albatta. Ham dam oldim, ham Qora dengizda bo'yida 3 oy cho'milib, maza qilib dam olib keldim. Ham dam olib, ham mehnat qilib keldingiz. Odamlar pul to'plab boradi. Zo'r. Biz ham pul topdik, ham ishladik. Zo'r. Rahmat, samimiy fikrlar uchun. Salomat bo'linglar, ishlarga omad. Rahmat, yaxshilikda ko'rishaylik siz bilan. Sog' bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.